Manga o'xshash chayzi bilan suyruqlarni aytib yapaqman. Ta'm-tilingiz qag'idek ajoyib o'xshaydi ekan. Chayzi bilan xo'sham yo'q, faqat chayzi yegim kelmaydi degan tuqqanlarimiz ma'qul usul bo'yicha aytib yeydigan bo'lsanglar bo'ldi. Ta'min demayli qo'yay. Avval chayzini videoda ko'rsatgandek ushaq to'g'rib olamiz. Diqqat qildigan ishlar chayzini jiqraq qishiltimiz. Buni suvi chiqqandan keyin buni siqib kelsak pek ozroqli bo'lib qoldi. Endi buni aralashtirish aktiv bo'lish uchun cho'ngroq bir qachiq silib tuzni ichga qo'shib qo'yamiz. Tuzni sal jiqraq silinglar. Undan keyin buni 10 minut atrofida qo'yib qo'ysak suvi chiqdi. Buning ketarlik saylamni ko'rib turganinglardek oz piyozini videoda ko'rsatgandek ushaq qilib to'g'rib olgandan keyin zanjibilni to'g'raymiz. Undan keyin ko'k qizil laza. Malazlarning ochiqi yo'q, hamda ochig'i boriq laz ishlasanglar sal ochiqroq chiqdi. Ko'rib turganinglardek chayzini chin siqib suyini chiqarib olamiz. Cho'ngroq bir qachiqqa yarim qo'shiq lavchuk, bir qo'shiq shakar, bir qo'shiq tuz silib, qunaq kraxmaldan bir qo'shiq silib tekshirlashtirib olamiz. Videoda ko'rsatgandek tekshirlashtirib qiyam qilib olamiz. Go'shtni silib sarg'aytib bekroq qoriymiz. Undan keyin tuz, piyoz, zanjibil silib qoriymiz. Undan keyin qizargan tandirdan birini ushaq chanab silib etamiz. Endi bularni tandirning suvi chiqish bekroq qoriymiz. Undan keyin sayna rangini chiroyli chiqarish uchun cho'ng stamdan changan laz qiyamdan bir qo'sh atrofida silib etamiz. Qo'rg'an sayni ochiq qo'yamki deb ansirmasanglar bo'ldi. Qat'iy ochiq yo'q. Ko'rib turganinglardek sayna rangini intayin chiroyli chiqarib berdi. Cho'ng stamdan cho'ngliqi bor, qinislar bir ishlatib sinab beqinglar. Undan keyin chayzini silib bir ishga qorayotgan keyin obiyatni tayyorlab olgan qiyamning suyini qo'yamiz. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishib bo'lgan taomlarni yeyishni unutmayman. Izdigan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayini g'aqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Qozon qaynagandan keyin cho'pni silib pishirib olgandan keyin ustiga sayni silib iste'mol qilsak bo'ldi. Ammo menda suyruqlarni qilib bergan bo'lsanglar, chayzi yeydigan bolalarni chayzi yeydigan bo'lib ketadi. O'rganib oldingizmi?